Hozirgi holatida Arteta zo'r ishlayapti, jamoani stabillashtirdi. Yevropada deyarli eng barqarorlardan biri, Chempionlar Ligasi favoriti deyilyapti. Bular bejiz emas. U qilgan transferlar eng qimmat transferlar emas. U o'sha topib talantlarni xarid qildi. U topdi o'sha talantlarni, u taklif etdi. Ya'ni zo'r ishlab turgan murabbiyga chempion bo'lmasa ketish kerak deyish noto'g'ri deganman. Bo'l, chempion bo'lmasa, chunki u qilyapti. APLda chempion bo'lish bu juda qiyin narsa-da, to'g'risi. Katta gap. O'sha klub ham eng pik davrida ham, misol uchun, eng dahshat o'ynab turgan Liverpool davrida ham chempion bo'la olmagan holatlar bo'lgan. Ana hozir chempion bo'lmadi hali, lekin biz har ko'rsatuvda Artetani maqtayapmiz, to'g'ri ishlayapti, zo'r o'ynayapti. Hattoki men o'sha aytuvdim-mi? Alisher out turgan joyda anigina ataylab Alisher deganda, men out demaganman. Ko'rsatuv bor, ko'rsatuv bor. Men out degan joyim yo'q. Asad olmasa ketadimi deganman. Siz aytgansizki, nega ketish, nega chempion bo'lmasligi kerak? Bu barqaror jamoa shakllandiku deyapti.